Ertalabki tong va barchaga assalomu alaykum obunachilar o'rtoqlar, sizlar bilan birgalikda Gusto va biz bugungi videoni boshladik. Bugun ertalabga nima yesam ekan? Mana bu yerda biroz ovqat bo'lishi kerak. Ovqat bor, yana telefonim qayerda edi? Mana telefonim va pullar va pichoqni ham olib olamiz. Tak, o'zi buni pishirib olib. Ajoyib. Qornim ham to'ydi. Endi bularni qo'yib ishga otlansak bo'ladi. Hali soat 7:30. Ish esa 8da boshlanadi. Biroz telefon va boshqa xabarlarni ko'raychi. Yaxshi, do'stim Qobilga telefon qilay. Kecha uyga o'g'ri tushgandi. Alo, Qobil. Nimaga olmayapti bu telefonni? Alo. Mayli, keyin kelishda uyga kirib o'taman. O'zi mana shu hozir esa ishga boramiz bolalar. Meni toychoqchamni qaranglar. Bu mashina o'zimniki emas, bu bobomdan meros qolgan. Bobom borligini o'zim ham bilmasdim. Mayli, endi nima deymiz? Yaxshisi, endi uyga ketganimiz yaxshi. Uyga debman, ishga. Bitta gazni bosib, nimagadir tiqilib qoldi mashinada. Yaxshi. Bu mashina haydash juda ham qiyin, chunki shitdan qayerdan chiqsa bo'ladi? Oldindan chiqsa bo'ladi. Bitta tiqilib qoldim. Mayli, yaxshi. Bu yerdan chiqib o'zi ishga yo'l olamiz bolalar. 120 tezlikda. Superkar, bu juda ham ajoyib, tez va birdaniga uyga ishga, ya'ni uyga ham ishga ham tez borsa bo'ladi. Va hozir shu yerdan burilamiz. Bo'lmadi. Mayli. Tezlik juda yuqori, shunga hozir ishga kelamiz. Yomg'ir ham yog'ayotgan ekan, e'tibor bergan qo'shiqlarni tutmasdan. Yaxshi, mana shu yerda mashina qo'yamiz bolalar. Qayerga qo'ysam bo'ladi? Mana shu yerda qo'yaman. Meni toychoqcham juda ham ajoyib. Hozir ishga keldim. Men mexanikman. Buni boshda aytdimmi yo'qmi bilmayman. Men mexanikman bolalar. Bu yer avtosalon va men avtosalonning mexanikiman. Bitta mashina. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Gusto, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Bugun senga mana shu mashinalarni tayyorlab qo'ydim. Bularni rangini o'zgartirasan va benzin quyasan va ishlarni qilasan. Bu ishlarni bo'lsa qilib qo'yasan. Bugun 3tasida qilib, mana shu yerga kirgizib qo'y. Tushunarlimi? Bo'ldi. Mana bu mashina $300,000 turadi. Bunisi $280,000. Shunday, bunisi eng qimmati. Buni mana shunaqa puldan 10,800 esa mayli, hozir 3tasini dedi. Birinchi mana shu rangini o'zgartirib, chiroyli qilib qo'yamiz bolalar. Ajoyib. Yaxshi, o'zi mashinadan sekin kirgizamiz. Yaxshi. Shundan kirgizib, birinchi rangini o'zgartiramiz bolalar. Yaxshi. Mana shu yerda qo'ysak, toza havoda rangini almashtiramiz bolalar. Yaxshi. Ajoyib mashina. Buni kimdir rangini almashtirishni aytganman. Hozir bossdan so'rayman. Boss, mana bu yerda qanaqa yashil mashina bor ekan-ku, Formula 1. Mana shunaqa mashina rangini qaysi rangga o'zgartiring? Qizil qilar ekansan, egasi qiz bola. Qizil, batta, egasi qiz bola. Yaxshi. Bizga farqi yo'q. Qo'lim yetmayapti. Tak, hozir kerakli narsani olishim kerak. Mana shu yerda qo'lim yetmayapti, iflos. Qaranglar, qo'lim yetish kerak-da, u dafar olganda mayli. Hozir benzin qo'yamiz bolalar, birinchi navbatda buni yopamiz. Mana shu yerda nima benzinlar? Benzin mana shu yerda ekan.
Qani. Tak, yaxshi, 100% bo'ldi. Buni ochamiz. Xo'p. Yana nimalar qilish kerak edi? Hozir buni ochib olsak. Yaxshi, buni bezinni joyiga qo'yamiz va men o'zimga kerakli mana bu yerdagi narsalarni bu dafardan tepaga qo'ymayman. Qo'lim yetmayapti nimagadir. Mayli, mana buni qo'yib ustiga chiqamiz bo'llar. Boshqa ilojimiz yo'q. O'zi stul kerak edi. Mana shuni qo'yib tepasiga chiqamiz. Hoppa, xarosh. Yaxshi. Mana ko'rdinglarmi? Mana ochdim, rangini qizil qilamiz. Yaxshi, qizil rang bu birozgina boshqacha g'alati. O, ajoyib rang bo'ldi-yu. Yaxshi, ajoyib bo'ldi mashinaning rangi. Tepaga chiqamiz. Tak. Nima qilishimiz kerak edi bolalar? Bu shkafni ochamiz. Nimalar bor? Bu shkafda nima qo'ygandim men? Da, mana bu narsa ham kerak bizga. Buni ham ochib, kraskani joyiga qo'yamiz. Bu bilan hozir nima qilamiz? Shunga minamiz. O'zi ballonlarni dami bormi yo'qmi? O'sha yerda ko'raman bu mashinamga tegib ketmasin, ey. Nima bo'ladi? Xo'p, ichkariga kiritib qo'yamiz. Tak, yaxshi. Tezlik bilan mana shu yerda buriltirib qo'yamiz. Birinchi mashinamiz tayyor bo'ldi. Ajoyib kuchli bo'ladi. Wow! Ballonlarni ko'ramiz o'zi bo'ldi. Ballonlarni. Hop, yaxshi, ballonning havosi yaxshi. Bunisini ham, bularni ham yaxshi, yangi mashina. Xo'sh, boss politsiya mashinasini nima qiling? Yo'q, unga tegmay turaver, u o'sha yerda turadi. Bo'ldi. Yaxshi. Qaysi mashina edi? Mana shu Lamborghini'ni rangini o'zgartirsak bo'ladi. Voy, bular yo'q qolmagan ekan. Menga yana bir Tesla elektromobil. Tak, yaxshi. Shu yerdan kirgizamiz bo'ladi, tegmadi. Yaxshi. Buni pastini ko'ramiz, chunki bu elektromobil pasti motori bo'lmaydi. Buni rangini o'zgartirish kerak emas. Yo'q, kerakmi deb bilmadim. Hoppa, yaxshi. Mana shunda. Yaxshi. Buni zaryadga qo'yish kerak degandilar boss. Zaryadga qo'yadiganim mana bu yerda edi. Tepaga chiqaylik. Hoppa, yaxshi. Mana shu yerda edi. Zaryadga qo'yadiganim shu yerda. Har doimgidek qani edi? Yo'q, bitta emas ekan. Unda bunisidan. Zaryadga qo'yib ketamiz buni. Buni ulaymiz. Hoppa, yaxshi. Endi BYD nima edi uning ismi? Lamborghini urusni. Mana shu kanister bilan hozir benzinni quyib olib kelamiz bo'llar. Piyoda peshkom boryapman. Bu alam qiladi. Va oxirgi mashina shu BYD urus demoqchi edim. Buni ham oti Lamborghini'midi shuni. 100% yaxshi. Endi minamiz. Buni rangini qoraga o'zgartirish kerakmi nima? Chunki Lamborghini'ga qora rang biroz yarashadi. Xo'sh, buni mashina qo'yamiz bo'ldi. Chunki yurali unchalik qilmagan. Shu yerda qo'yamiz. Bo'llar, bu yer buni kelasi videoda biz bu yerni o'zimiz kraskaga aylantiramiz. Bu yerni esa biz mashina yuvish shoxobchasiga aylantiramiz. Ya'ni bizning unaqalarda mashinalar ham yuviladi. Ajoyib bo'ladi shunda. Hoppa, yaxshi, endi tashqariga chiqsak bo'ladi. Bu mashinani boshni oldiga, ya'ni sotuvchining oldiga o'g'irib qo'yamiz. Hoppa. Yaxshi, tegmadi deganimdan. Mayli, shunday qo'ysak bo'ladimi, bo'lmaydimi bilmadim. Mana bunday qo'yish mumkin.
Hoppa qani. Yaxshi. Tushamiz. Voy, bo'lmadi. Bu tarafga o'girtirib, bu tarafga oldinroq qo'ysakchi, bo'lmadi. Yaxshi. Tushamiz. Vo, ajoyib. Shikelat bo'ldi. Bo'ldi, endi yana bitta mashinani rangini deyman. Nima desam? Rangini o'zgartirar ekanmiz. Bu Lamborghini Urus. Va bir kun mana shunaqasidan olaman. Birinchi buni pastini ko'ramiz men. Bilmadim. Pastini ko'rish kerak emas. Ajoyib mashina, yangiligi ko'rinib turibdi. Rangini hozir qanaqa rang bo'lishini tanlaymiz bolalar. Yo'q, burada to'q qilamiz ham bo'ladi. To'q. Yashil. O'rtadan o'zi yashil qilsak bo'ladi bola, chunki yashil ham ajoyib rang. Wow, ajoyib. Bo'ldi, endi mana bu narsalarni qo'yamiz. Bunisida joy bor. Mana bu benzinimni ham qo'yib ketaman. Mana bu kerak emas. Endi buni boshning oldiga olib boramiz bolalar. Va yo'q, bitta test qilamiz bolalar. Qani nechiga ko'tarar ekan maksimal bolalar? 120, 130, 140 ga ko'taradi bola. 140 yaxshi. Drift yaxshi, driftdan zo'r bo'larkan. Qaytib boramiz va tezlikni ko'tarish. O'zi 50 gacha ko'tarib bilamizmi? 140, 141, 142. Yaxshi, va tezlikni pasaytirdim. Ajoyib. Boshlig'dan keldim. Oy, driftni ko'ringlar. Qani bola, ajoyib. Boss, men bugun 3 ta mashinani juda ham ajoyib qildim. Bu kecham tushib qoldi. Endi uyga borsam bo'ladimi? Da, bo'ladi, lekin Lamborghini Urus rangidan zo'ridan tanlabsan. Rahmat. Bugungi ish haqing ertaga beriladi, chunki bugun biroz mashina sotmadik. Yana bugun avtosalonda ish bo'lmaydi, bilasan, hamma ishlar ertadan ochiladi. Da, bilaman. Rahmat. Boss, men ketdim. Bu boss emas bolalar, bu bossning yordamchisi. O'zi boss yo'qlar, demak bu boss bo'lishi kerak. Hamma narsani yopamiz, bitta o'g'ri tushmaydi, chunki bu hamma yer yopilgan. Hamma yerni o'zi yopishadi baribir. Bo'ldi, o'zimni mashinam bilan uyga ketaman. Bu tarafdan chiqamiz, shahar bilan ketamiz. Undan ketishdan to'xtalab, Qobilni ham uyiga kiritishimiz kerak. Shitdan chiqamiz bolalar. Hoppa, yaxshi. Nice, bolalar, o'zi kiramiz. Qobil, radnoy, senga hamdardlik bildiraman, jigar deb. Taq, kim bor ey? Taq. Hech kim chiqmayapti, telefonni ham ko'tarmaydi. Mayli, to'xtaylik. Eshik ochiq. Biroz g'alati. Eshikni ochib qoldirdim. Nima? Qobil. Video ko'rish kerak. Qobil, senga nima bo'ldi do'stim? Qobil. Bola, o'g'li va xotini. Ay, bola, o'z 102 ga telefon qilamiz, 102 ga. Qobil jigar. Bola, o'zi Qobilni janozasidan kelyapman. U yaxshi inson edi. U o'lgani biroz yomon bo'ldi. Endi nima deymiz? Mayli, bir gap bo'lar. U men uchun qadrli bo'lib qolgandi. Mayli, endi nima ham deymiz? Hammaga xayr, sizlar bilan Gusto bo'ldi va mexanik hayoti 2 tez kunda chiqadi. Barchaga xayr.